Assalomu alaykum. Kimyobiz Telegram va YouTube kanallari uchun jonli efirda elektroliz mavzusining eng bir ko'p savollar so'raladigan qismi, ya'ni eruvchan anodga oid bo'lgan savollarni jonli efirda tahlil qilamiz. Eslatib o'tamiz, savollarimiz Ma'rif tongga ta'rif to'plami 2026 testlar to'plami ikkinchi qismdan olingan. Ayni shu savolni, demak, kitobda 58-betida ayni shu savollar berib o'tilgan. Shu savollarni tahlil qilamiz. Demak, boshladik. Birinchi tip, birinchi savol. Mis 2 sulfat eritmasi mis elektrodlar ishtirokida elektroliz qilinganda anod massasi 3,2 grammga kamaygan bo'lsa, katod massasi necha grammga teng bo'lgan degan savol sharti berilib o'tilgan. Demak, birinchi o'rinda biz qo'ldan kelgancha mana shu elektrolizyorda chizib ishlaganimiz ma'qul, chunki jarayonni to'liqroq, batafsilroq tushunish uchun albatta elektrolizyorni chizib olamiz. Demak, bunga elektr nimalarni tushiramiz? Qutblarni eritmaga endi bu yog'i endi nimadan to'q manbaiga ulangan bo'lsin, mayli. Xo'p, to'q kelyapti. Bitta narsani bilishimiz kerak. Misol uchun bu yerda misdan yasalgan, bu ham misdan yasalgan. Bu demak musbat zaryadli, bu manfiy zaryadli. Shunda bu katod, bu esa demak anod bo'ladi. Eritmada mis2 sulfat eritmasi bor. Mis2 sulfat demak eritmasi bor. Endi demak birinchi o'rinda mana shu mis2 sulfat eritmasini elektroliz tenglamasini yozib olamiz. Bu yerda demak elektroliz bo'lyapti. Mis2 sulfat elektroliz qilinganda katodda mis, anodda 1/2 kislorod va demak sulfat kislotasi hosil bo'ladi. Demak, bu yerda ajralayotgan misimiz katodda, bu esa demak anodda ajralyapti. Xo'p. Demak, kislorod ajralyapti va mis ajralyapti. Demak, mis katodga borib, o'zi katodimiz ham misdan yasalgan, ustiga qo'shiladi. Lekin bizda mana bu borgan anodga borayotgan kislorodimiz boradida mana shu anoddagi misni oksidlab elektroddan tushirib yuboradi. Mana buni oldiga 1/2 qo'ysak bo'ladi. Shunda anodni massasi 3,2 grammga kamaygan bo'lsa deydi. Ya'ni bu yerda kislorod borib turib mana shu anoddagi 3,2 gram mis bilan reaksiyaga kirishgan bo'lsa deydi-da. Ya'ni 3,2 gram bu anodni hisobidan, ya'ni misdan yasalgan anod-ku, ana shu misimiz reaksiyaga kirishib ketgan qismi. Demak, 3,2 gram mis bilan bu yer 64 bo'lsa, bu yer 16 bo'lsa, demak 64ni 3,2 ni 16 ga ko'paytirib 64 ga bo'lamiz. Demak 0,8 grammga teng bo'ladi. Demak, agar anodga bu elektroliz reaksiyasidan 0,8 gram kislorod ajralib borsa va ana shu 0,8 gram kislorod 3,2 gram anodni yemiradi deb qaraymiz. Demak, 0,8 gram kislorod ajralishi uchun bu yer 16 bo'lsa, bu yer 64 bo'lsa, shunda 3,2 grammga grammimiz katodga borib o'tiradi. Shunda misol uchun qarang, shartlar borda savollarda. Dastlabki massalari teng bo'lsa, boshqa bo'lsa deb savol beradi. Demak, biz ham nima qilaylik? Shunda anodni massasi savol sharti bo'yicha 3,2 grammga kamayyapti.
Xo'p, katodni massasi esa biz mana bu yerda hisoblab keltirdik. Buni massasi 3,2 grammga ortyapti. Bizdan aynan shu qanchaga ortishligi so'rab o'tilgan. Demak, B javob to'g'ri bo'lyapti bu yerda. Va shuning uchun biz mana bu birinchi savolni ishlab ko'rsatdik. Bu yerda demak ikkinchi savol ayni usul bo'yicha, ayni yechim bo'yicha siz ishlab ko'rishingiz kerak bo'lgan yechim. Ma'lumot uchun buni ham kaltdan qarab nima qilsak bo'ladi? Siz javob chiqishligi kerak ekan. Xo'p, navbatdagi tipga o'tamiz endi. Bundan sal ko'proq ekan. Xo'p, mayli. Demak, ikkinchi maxsus birinchi savol. Mis2 sulfat eritmasiga teng massadagi mis elektrodlar ishtirokida 2,5 amper tok kuchi bilan 96.500 sekund vaqt davomida elektroliz qilindi. Jarayon oxirida elektrodlarning massalari qanday bo'lgan degan savol sharti ekan. Xo'p, demak, bunda ham elektrolizor chizib yotmaymiz, sizish aniqlay olmadim. Endi mis sulfatni to'xtang. Demak, elektrolizorni chizib oldik. Bizda eritmada mis sulfat eritmasi bor. Elektrodlarimiz misol uchun mis plus va mis minus bo'lsin. Ikkalasi ham misdan yasalganda. Va bu yerda bu shunda anod, bu esa katod bo'lsin. Va masala shartiga ko'ra bularni dastlabki massalari teng. Misol uchun ikkalasini ham bir A grammdan deb oldik. A grammdan oldik. Endi mis sulfat eritmasini elektroliz tenglamasini keltiradigan bo'lsak, katodda mis chiqadi. Bu yoqda demak 1/2 kislorod, bu yoqda demak sulfat kislotasi qolyapti. Va teng massadagi mis ishtirokida elektrod qilinganda shuncha amper tok kuchi, shuncha sekund vaqt. Xo'p, endi biz Faraday qonunlariga ko'ra mana shu elektroliz bo'lgan mis sulfatning massasini topamiz. M teng, ya'ni EIT taqsim F degan formulaga boradi. Shunga qo'yamiz. Demak, mis sulfatni ekvivalenti 80 ga teng, tok kuchi 2,5 9650 ni demak 96500 ga bo'lishimiz kerak. Shunda 80 ni ko'paytiramiz 2,5 ga, ko'paytiramiz 9650 ga bo'lamiz, demak 96500 ga. Shunda 20 gram mis sulfat elektroliz bo'lgan ekan. Ya'ni shu berilgan tok kuchi 20 gram mis sulfatni elektroliz uchun yetarli bo'ladi yoki 0,125 mol deylik. Xo'p, shunda 0,125 mol mis sulfat elektroliz bo'lgan bo'lsa, bu yerda shunda katodda 0,125 mol mis ajraladi va buni yarmi 0,0625 mol kislorod anodga tomon boradi. Endi olib boradi. Endi jarayonni endi hisoblaymizda. Xo'p, endi har bir nimani, elektrodni massa o'zgarishlarini hisoblaymiz. Katodda hech qanday reaksiya bo'lmaydi, faqat bu yerda hozir mis boradi, ustiga o'tiradi. Bu yerda anodga borgan kislorod reaksiyaga ketadi, shu bilan o'zgarish bo'ladi. Katodda demak dastlab A gram bor edi, plus ustiga qo'shiladi mana bu ajralgan misimiz. Bu yerda ajralayotgan mis borki, shu ustiga qo'shiladi. 0,125 ko'paytiruv 64, 8 dan 1 deganda bu. Shunda demak elektrolizdan keyingi katodning massasi A plus 8 grammga teng bo'ladi. Xo'p, endi anodning massasini hisoblasak,
Demak, anodda bizda jarayon bo'ladi. Ya'ni anodimizni o'zi misdan yasalgan, anodga borayotgan kislorod buni oksidlaydi. Natijada mis oksidi bo'lib ajraladi. Anodning massasi shuni hisobiga kamayadi aslida. Endi 0,625 mol kislorod bilan demak 0,125 mol mis reaksiyaga kirishadi. Demak, anodning massasi A minusdan demak 64 ko'paytiruv 0,125 molga, grammga teng bo'ladi yoki A minusdan 8 grammga teng bo'ladi. Shunda bularning o'rtasidagi farq 16 grammga teng bo'lyapti. Bizdan aynan mana shu farq so'ralib o'tilgan. Demak, bizda bu savolimizda to'g'ri javob A javob bo'lyapti. Demak, biz siz bilan birinchi 2 ni birini ishladik. Mustaqil ishlash uchun 2 ni ikkisi, 2 ni ikkisida demak 2 ni ikkisida B javob to'g'ri bo'ladi. 2 ni 3ida S javob to'g'ri ekan. 2 ni 4da D javob to'g'ri bo'lgan. Endi mustaqil ishlagan paytda kalitni ham bilish kerak. Shuning uchun bularni qo'shimcha belgilab ketmoqdaman. Bunga ham e'tibor qaratasiz. Navbatdagi tipga o'tamiz, ya'ni 3-maxsusga o'tamiz. mis2 sulfat eritmasi teng massali mis elektrodlar bilan elektroliz qilindi. Katod va anod massa farqi 76,8 bo'lsa, sarflangan misni massasini toping deydi. Sarflangan necha farad tok sarflanganligini topishimiz kerak. Xo'p, endi elektroliz yo'li yozib o'tmaymiz. Chizishga vaqt ketyapti bunga. Ham bir chiroyli ham chiza olmayapman, shuning uchun buni chizmadim. Demak, bu yerda mis katodda ajralyapti, kislorod anodda ajralyapti. Bo'ldi, bu nimasi tugadi. Endi to'xtang. Elektrodlarni alohida yozaylik. Demak, katod. Dastlabki katodning massasini ham, anodning massasini ham bir A grammdan olaverik. Farqi yo'q. Chunki dastlabki massalari teng bo'lgan degan mana bu joyda jumlada bor-da. A gramm dastlab. Bular demak dastlabki holatda, ya'ni ana shu eritmaga tushirilmasdan oldingi holati bu. Xo'p, endi eritmaga tushirilgandan keyingi holatini ko'ramiz. Ya'ni birinchi mana shu katod bo'yicha ishlaylik. Katodga mana bu mis boradi. Bir misol uchun bir X mol mis sulfat elektroliz bo'ldi deylik. X boradi, X mol mis bu yerda 0,5 X mol kislorod bo'ladi. Va A plusdan 64 X grammga teng bo'ladi. Chunki ustiga borib qo'shiladi-da u. Anodda esa anodda sal boshqacharoq jarayon bo'ladi. Ya'ni anodning o'zi misdan yasalgan, bizni kislorodimiz boradi-da, u yerda demak oksidlab mis 2 oksidini hosil qiladi va bu yerdagi endi bu 0,5 X mol-ku kislorodning miqdori bu yoqdan keldi bu. Mana bu yerdan kelgan. X mol elektrodni mis elektrodni eritadi. Shuni hisobiga anodning massasi kamayadi. Ya'ni shunda bu A minusdan 64 X bo'lib qoladi. Shunda elektrodlarda massa farqi shunda 164 minus 64 128 X ga teng bo'lib qoladi. Savol shartida ana shu X'imiz 76,8 bo'lishi kerak. 76,8. Demak, 76,8
8 ni bo'lamiz demak 128 ga bo'lsa 0ximiz demak 0,6 mol chiqadi. Demak bizda 0,6 mol biz x deb nimani olganmiz? Dastlabki mis sulfatni miqdorini olganmizmi? Demak dastlabki 0,6 mol mis sulfat to'liq elektroliz qilinsa, mis elektrodlar yordamida, teng massali elektrodlar yordamida elektroliz qilinsa, elektrolizdan keyingi elektrodlarning massa farqi 76,8 ga teng bo'ladi. Bizdan savol so'rayapti, necha farad tok o'tadi deyapti. Ya'ni bu ekvivalentliklariga bog'liq albatta. Endi demak 0,6 mol mis sulfat elektroliz bo'lgan. Xo'p, shunda 1 mol mis sulfatni elektrolizi uchun 2 farad tok sarflanishini bilsak, xo'p, bizda 0,6 mol mis 2 sulfati elektroliz bo'lyapti. Bir y deb olaylik. Misol uchun shunda bu 1,2 farad tok sarflanadi buni demak elektroliz uchun. To'g'ri javob shunda bu yerda B javob to'g'ri bo'lyapti. Demak 3 ni birini ishladik. Bu yerda B javob, 3 ni ikkisida ham B javob chiqishi kerak. Mustaqil ishlab ko'rasiz buni ham. Albatta mana shu belgilangan javob berishligi kerak bo'ladi. Biz 4-maxsusga o'tamiz. 4-tip savollari. Bu ham shu yer uchun anodga oid. Mis2 nitrat eritmasi misdan yasalgan massalari 40 grammdan bo'lgan elektrodlar yordamida elektroliz qilindi. Katod ajratib olinib, konsentrlangan sulfat kislota eritmasida eritildi. Ushbu eritmaga natriy gidroksid eritmasi quyilganda 78,4 gram cho'kma tushgan bo'lsa, elektroliz uchun necha farad tok sarflanganligini toping deydi. Xo'p, endi bunga elektrolizyor chizmasak bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda mana shu elektrolizyorni chizishdan boshlaylik. Endi o'xshasa nazariy jihatdan o'xshaydi deb ketaveramiz. Lekin aslida bu sal burchaklari nimalari bo'ladi. Men maksimal o'xshatishga harakat qilyapman. Demak, eritmaga elektr toki tushirildi. Mis2 nitrat e'tibor beramiz eritmamizga. Mis2 sulfat emas, juda ham ko'p marta sulfatlar ishlatiladi bu yerda. Mis elektrodlari. Misol uchun mis plus va mis minus. Bu demak anod, bu esa katod. Va bitta narsani yana yozib ketishimiz kerak. Elektrodlarning massalari mana bu yerda sariq bilan yozib qo'yaman. 40 grammdan har birisi. Dastlabki elektrodlarning har birisining massasi demak 40 grammdan bo'lyapti. Va biz mis2 nitrat tuzini elektroliz tenglamasini keltiramiz. Demak, elektroliz tenglamasini keltiradigan bo'lsak, elektroliz bo'lyapti. Jarayonda ifodalaymiz. Mis kislorod nitrat kislota. Qisqagina tenglashning oson yo'li mana bunday 2 qo'ysak, menimcha oson tenglanadi. Teng reaksiyamiz. Endi xo'p, katodga mis boradi, ustiga qo'shiladi. Kislorod anodga boradi, buni yemiradi. Endi biz birinchi hozir endi katod ajratib olinib, ya'ni mana bu katod ajratib olinadi. Ya'ni katodda boradigan jarayon bo'yicha ishlashimiz kerak ekan. Ajratib olinib. O'zi 40 gramm edi. Misol uchun bir x mol elektroliz bo'ldi deylik. Misol mis sulfatdan ham x mol mis sulfat elektroliz bo'lsa, x mol mis ajraladi va 0,5 x mol kislorod hosil bo'ladi.
hozir 40 ni 64 ga bo'lsak 0,625. Shunda elektrolizdan keyin o'zi dastlab 40 gram o'z massa elektrodni massasi edi. Unga 64x gram mis o'tirdi. Umumiy hisobda miqdorlarni yozadigan bo'lsak 0,625 plyusdan x mol bo'lyapti. Katodning umumiy miqdori. Endi katod ajratib olinyapti-da, konsentrlangan sulfat kislota eritmasiga tushirilyapti. Demak, bu yerda mis2 sulfati SO2 gaz bo'lib chiqib ketadi. Suv erituvchi bo'lib qoladi. Bu yerga 2 qo'ysak va bu yoqqa 2 qo'ysak, menimcha teng bo'ladi. Endi bu yerda hozir misning miqdori 0,625 plyusdan x mol edi. Mis sulfatimiz ham xuddi shuncha mol bo'ladi. Xo'p, endi mana bu mis sulfat eritmasi hosil bo'ldi. Ushbu eritmaga, ya'ni mis sulfat eritmasiga natriy gidroksid qo'yilyapti. Yetarli miqdorda albatta. Demak, mis sulfat eritmasiga natriy gidroksid quyilsa, bu yerda mis2 gidroksidi cho'kmasi hosil bo'ladi va natriy sulfat eritmasi bo'ladi. Keyin nimadan elektrolizdan keyin natriy sulfat eritmasi qoladi. Shunda hozir demak, mis sulfatning miqdori 0,625 plyusdan x mol bo'layotgan bo'lsa, bu yerdagi cho'kmamizni ham miqdori 0,625 butun x mol bo'ladi. Xo'p. Endi bizdan savol shartida bergan 78,4 gram cho'kma ajraldi degan. Bu demak cho'kmamiz mis2 gidroksidining massasi, ya'ni 78,4 gram yoki 0,8 mol. Demak, mana bu joydagi qiymat bilan bular ikkalasi teng bo'lishi kerak. Ya'ni 0,8 teng bo'lishi kerak. 0,625 plyusdan x ga va x ning qiymati shunda 0,8 dan aytgan bo'lsak 0,175. Mana x ning qiymatini topdik. Bu x'imiz nima edi? Bu x'imiz elektroliz bo'lgan mis sulfatning massasi edi. Va bizdan savol sharti so'rayapti. Qancha farad tok o'tgan deb. Xo'p, shunda 1 mol mis2 nitratini elektroliz qilish uchun 2 farad tok sarflanayotgan bo'lsa, bizda 0,175 mol mis2 nitrati elektrolizga uchratilyapti. Mana bu yerda demak y farad tok sarflanadi. Bu demak 0,35 faradga to'g'ri keladi. Bizda javob bor. 4-chi tip bu. 4-chi tip. Birinchi savol. Shunda demak B javob to'g'ri bo'lyapti. Bu yerda 0,35. Va biz qo'shimcha shart qildik o'zimizga o'zimiz. Misol uchun ayni eruvchan anodga bog'liqlik yeri bo'lmadi bu savolda. Shuning uchun bir nima qilaylik? Qo'shimcha shart qo'shaylik. Anodning massasi nima bo'ldi keyin? Ya'ni elektrolizdan keyingi anodning massasini hisoblang desak. Demak, mis kislorod bilan reaksiyaga kirishadi va mis oksidini hosil qiladi. Bu yerda 0,5x mol kislorod hosil bo'layotgandi-ku bizda. Shunda bu 0,175 ni 0,5 ga ko'paytirsak 0,0875 bo'ladi. Kislorodning miqdori 0,0875. Keyin bu yoqda baribir demak 0,175 mol mis chiqadi. Shunda elektrolizdan keyingi
anodni massasi M2 deb qo'yaman. 40 minusdan dastlabki massasi 40 edi. 64 ko'paytiruv 0,175. Endi bu so'ralmagan, shunga ham e'tibor qaratasiz. 64 ko'paytiruv 0,175 bo'lsa, bu 11,2. 40 dan yeydigan bo'lsak, demak, bu elektrolizdan keyingi anodni massasi shunda 28,8 gram bo'lyapti. Yoki bunday qilib savol bersa ham bo'lardi. Elektrolizdan keyingi elektrodlarda massa farqi deb. Bu yerda 22,4 ga teng bo'ladi. Elektrolitlar mana, elektrodlarda massa farqlari. Bu tomon eslatib qo'yaman, bu qo'shimcha yechildi. Demak, 5-maxsus, 1-savol. Mis2 sulfat eritmasi mis elektrodlar ishtirokida 0,25 farad tok bilan elektroliz qilindi. Katod 10 gram, anod 40 gram. Jarayon oxirida elektrodlarning massasi necha gramga farq qilgan deydi. Xo'p. Demak, 5 ni biri elektrolizordan foydalanamiz. Endi bunda 4 elektrolizdan foydalanib turamiz-da. Elektrodlarning massalari teng emas, shunga ham e'tibor qaratishimiz kerak 5-maxsusning savolida. Va biz elektroliz tenglamasini birinchi mis2 sulfatni elektroliz tenglamasini keltirib olishligimiz kerak bo'ladi. Mis plyusdan 1/2 kislorod plyusdan demak sulfat kislotasi. Mana reaksiyamiz teng. Xo'p. 1 mol mis sulfatini elektroliz qilish uchun demak bizda 2 farad tok sarflanadi, lekin bizda 0,25 farad tok bor. Bu bilan demak 0,25 ni 2 ga bo'lsak 0,125 mol mis sulfatni elektroliz qilsak bo'ladi ekan. Shunda 0,125 mol mis sulfat elektroliz qilinganda shuncha miqdor mis chiqadi va 0,0625 mol kislorod chiqadi. Borib endi ana shu misdan yasalgan elektrodlarga boradi-da bular. Va biz ana shu elektrodlarda sodir bo'ladigan jarayonlarni ko'rib o'tamiz. Sal to'g'riroq chizish kerak edi. Bo'ldi. Birinchi katod. Demak, o'zi katodni dastlabki massasi 10 gram edi. Masala shartida mana bu joyda bu berib o'tilgan va katodga yana 0,125 mol nima boryapti? Mis boryapti. Bu shunda 8 bo'ladi. Shunda katodni elektrolizdan keyingi katodni massasi 18 gramga teng bo'lyapti. Xo'p, endi anodda bo'ladigan jarayonlarni ko'ramiz. Anodni dastlabki massasi 40 gram, shunga e'tibor beramiz. Anodda demak kislorod borib misni yemiradi, mis tushadi pastga. Xo'p, demak 0,0625 mol kislorodimiz 0,125 mol mis bilan reaksiyaga kirishadi. Ya'ni shuncha mis anoddan tushib ketadi. Shunda anodni massasi dastlab 40 gram bo'lsa minus bo'ladi. 0,125 ko'paytiruv 64 ga, ya'ni 0,125 mol mis reaksiyaga kirishib ketyapti. Shunda anodni massasi elektrolizdan keyin 32 gramga teng bo'ladi. Va elektrolizdan keyingi elektrodlarda massa farqlari endi demak 14 gramga teng bo'lyapti. Demak, bu savolda 5-maxsus 1-savolda shunda B javob to'g'ri bo'lyapti.
Ikkinchisida demak D javob to'g'ri bo'lar ekan. Demak, Kimyobiz Telegram kanalida Eruvchan anodga oid bo'lgan jonli efirlarimizdan birinchi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.